Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Yaxshi, Charchamayapsizmi? rahmat. Sizdan savolim bor edi. Nimaga hozirgi paytda spetstexnika narxlari shunaqa qimmat? Ekskavator deysizmi, pogrushchi deysizmi? Yurtdoshlar, qadrli yurtdoshlar, assalomu alaykum hammaga. YouTube kuzatuvchilari, ekskavator, pogrushchi, spetstexnika ishqibozlari bizda asosan quruvchilar kuzatadi, fermerlar, quruvchilar, частный ish qiladigan hamma mana shu texnikaga, spetstexnikaga bog'liq bo'lgan odamlar hammasi kuzatadi. Muntazam kuzatib boring. Avvalo sizga o'xshagan yana odamlar kuzatishi uchun like, podpiska bosing, чтобы video iloji boricha maksimal ko'proq tarqasin. Chet davlatlarda ham juda ko'p bizni kuzatadi. Tak, bugungi videomiz shunaqa bo'ladiki, mana Rustam aka bilan hozir ancha narsani tushuntirib o'tamiz. Bugun hech kim sizga hech qaysi texnika sotuvchisi aytmaydigan gaplarni aytamiz. Bu ma'lumotlarda hech qaysi sizga texnika sotuvchilar aytmaydi, aytsa chunki o'ziga ziyon. O'sha narsalarni biz sizga aytamiz. Tak, avval ham aytganmiz, hozir ham bundan keyin ham uni gapimizni faktiski isbotlash uchun kelib ko'rishingiz mumkin, so'rab yo telefon qilib. Butun O'zbekiston bo'yicha eng arzon narxda Rustam aka biz beramiz. O'zingiz ham bilasiz uni. Qanaqa texnikalarga ekskavator, гусеничный deysizmi, колесный deysizmi, любой razmerda ekskavator. Minisidan boshlab to shu 50 tonnalikgacha ekskavatorga eng arzon O'zbekiston bo'yicha biz narx qo'yamiz. Solishtirishlaringiz ham mumkin. Keyin pogrushchik, frontalniy pogrushchik, eng shu mini pogrushchikdan o shu 3 kubalik pogrushchikgacha undan kattasini ham olib beramiz agar kerak bo'lsa. Tak, yana nima? Qarang, narxlar hamma har xil sotadi. Ko'p odam qimmat narx qo'yganning sababi ko'plar mana yaponskiy texnika deydi, koreyskiy texnika deydi. Aslida uni ko'p klientlar surishtirmaydi, qayerdan kelganini. Yozuviga shunday qaraydi, yaponskiy deydi, ishonib ketaveradi. Birinchi o'chirda sotuvchidan nimani chiqqan zavodni veb-saytini so'ranglar. Keyin videosini so'ranglar. Keyin o'sha dannilarini tashlab berganda sizga o'zi ko'rinadi. Agar qaysidir sexda terilgan ekskavator yo pogrushchik bo'lmasa, uni ofitsialniy veb-sayti bo'ladi u zavodni. O'sha veb-saytida ko'rsangiz bo'ladi. Strana производитель qaysi nimada, Xitoyda yig'iladimi, nimadami, Yaponiyadami, Koreyadami ko'rsangiz bo'ladi. Bir-biriga o'xshash nomlar juda ko'p. Mana misol XMG bo'lsa XGMA, yana boshqa nomlarini men aytib o'tirmayman, o'zlaringiz ham bilasizlar. Bir-biriga o'xshash nomlar, texnikalar nomlari juda ko'p. Misol yaponskiy texnikaga o'xshaydigan yo koreyskiyga o'xshaydigan Xitoy brendlari juda ko'p. O'sha uchun diqqat bilan e'tibor berib, avval veb-saytini so'ranglarda, saytiga kirib tekshiringlar zavodni. Chunki sizlarning bitta e'tiborsizliklaring orqasidan 2000 mana ko'ryapmiz, o'zimiz har kuni uni ko'ramiz. 2000, 3000, 5000, 10000, 20000 dollarlab oshiqcha pul to'layotgan klientlarimizni ko'ryapmiz. Misol bitta texnika bitta определенный summa tursa, o'shandan 20000 oshig'iga olyapti. Bu juda ham ko'p kuzatyapmiz buni. Bu tadbirkorlarning o'zini xarajatlari bor, arenda bor, ko'p narsasi bor. Qimmat sotayotganligiga kelsak, hamma narxni o'zi qo'yadi. Chunki kelib tushgan nimasiga qarab, sarflagan xarajatiga qarab, kimdadir u texnika uzoq turib qoladi, kimdadir tez sotilib ketadi. Bizda misol qaysi variantlardan boshlasak, misol ekskavatordan boshlaymiz. Bizda nima uchun eng arzon degani, biz под zakaz olib kelib beramiz texnikani. O'zi 2 haftada keladi, 1 oyga shartnoma qilamiz. Uzog'i bilan
nima qilib qo'shimchasini qilib har xil situatsiya bo'ladi. O'sha uchun 1 oyda olib kelib beramiz deb shartnoma qilamiz. Endi texnikalar qanday keladi? Bu yerda любой brend qaysini aytsangiz ham eng arzonidan ham 10 ming, 20 ming, 30 ming arzoniga keladi. U sizni pulingizga keladi. Boshi o'sha uchun arzon. Sababi boshiga misol 70% ni berasiz. Misol 150 talik ekskavator deb bo'lsak, 150 talik ekskavator hamma biladi. Bu yerda 105 ming, 110 ming sotilyapti. Mana shunaqa brendlarni ko'ryapmiz. 197 ming dollardan sotilgan ekskavatorlarimiz ham bor. 160 mingdan. Tak. Ana shuni eng arzonlarini aytdim hozir 105 ming deb. O'sha 150 talik misol olsak 14 tonna bo'lishi kerak. Shunaqa 150 talik, 155 taliklari ham bor, даже 13 tonnalik. O'sha uchun e'tibor beringlar-da, faqat markasi ana modeliga qaramanglar. Modeliga, markasiga qaramanglar degani, misol 150 talik bo'ladi 13 tonna, 135 talik bor. Biz olib keladigandan u 13,5 tonna. Raznicani ko'ryapsizlarmi? 135 talik 150 talikdan kattaroq. Keyin qaysinidir lapasi bo'ladi, qaysidadir bo'lmaydi. U lapa ustойчивость nimani balansirovkani ushlab turadi. Ekskavator chayqalib ketmasligi uchun ortgan paytda u juda katta ahamiyatga ega, juda muhim rol o'ynaydi. Uni har bitta ekskavatorchi biladi. Tem bo'lib ekskavator qancha gabariti katta bo'lsa, shuncha lapalari bo'lishi shart. Tak, 150 talik ekskavatorimiz kovushi 07, komplektida 3 ta kovushi, 2 ta kovushi, mana planirovочный bo'lmaydi, transheyni bilan o'zini standart kovushi, gidromoloti adapteri. Shuncha narsasi bor. Motor Cummins o'sha 75 mingga keladi boshiga. Bileta bir 60 ming bersangiz, qolganini kelgandan keyin o'sha texnikani tekshirib olib keyin berasizlar. Tak, keyin yana qanaqa 135 talik ekskavatorimiz bor. 13,5 tonna. Uni narxi 70 mingga aylanadi. Polniy komplektlari bilan birga boshiga uni ham bir 55 ming, 60 ming bilan zakaz qilsangiz bo'ladi. Qolgani kelgandan keyin berasiz. Tak, yana qanaqa modellarimiz bor? 85 talik modelimiz bor. E'tibor beringda, har xil modellar bo'ladi. 85 talikni avval ham sotganmiz. Uni nima uchun olib kelmay qo'ydik biz u brendni? 85 talik 8 tonnalik ekskavator bo'lishi kerak edi. 6 tonna 600 bo'lib qoldi ekskavator oxirgi partiyada. Hozir u ekskavatorni olib kelmayapmiz. 6 tonna 600 lik ekskavatorda ham o'sha 0,3 kubalik kovush turibdi. 8 tonnalik biz aytayotgan 85 talik avtomat korobka, apparat motor, unda ham 8 nima 0,3 kuba kovush turibdi. Ves yengil bo'lgandan keyin nagruzka strilaga nima silindrga tushaveradi. Keyin silindr sekin-sekin tashaveradi. O'sha uchun o'zini markasiga vesi sootветствовать qilish kerak. Misol 85 talikmi, u 7,5 tonnadan kam bo'lmasligi kerak u ekskavator. 75 talik ekskavatorimiz bor. U ham 7 tonna, 7,5 tonna chiqadi. Mexanicheskiy korobka, u 35 mingga keladi. Va 85 taligi 40 mingga keladi. Boshdan 30 ming to'lasangiz ham bo'ladi. O'zi 40 ming narxi. Общий tan narxi, hamma narsasi bilan u qaysi texnikani aytayotgan bo'lsam ham, keyin qo'shimcha sizga videoda aytilmay qolgan to'lovlari yo'q. Srazi o'sha общий summa aytilgani, mana shu hozir videoda gapirgan summalar umumiy tan narxi hamma hujjatlar ichida. Siz nomingizga o'tasiz srazi. 75 taligimiz 35 ming dollar, boshiga 25 ming, shu 30 ming bilan ham hal qilamiz. Qolgani kelgandan keyin to'laysiz. Keyin pogrushiklarga o'tsak. Pogrushiklar 3 kubalik pogrushiklarimiz ham bor. Tak, ular 600 milliondan boshlanadi narxi. Tak, 1.8 kuba. Eng qizig'i 1.8 kubani sizlarga 3 xil varianti bor. 3 xil varianti qanday? 10 tonnalik pogrushigimiz 2,5 kubalik kovush. 2,5 kubalik yuqa kovush emas, toshni oladigan kovush. Ana qalin, standartniy kovush. Ha. 10 tonna vesi o'zi 2,5 kuba oladi. Kovushi 1.8 emas, 2,5 kuba, kattaroq. Narxi 28 mingga keladi. Eng taqalgan narxi. Uni ham boshdan kamroq berasiz, 25 ming qancha ham berasiz. Qolgani keyin kelgandan keyin berasiz. Keyin
Hozir hamma nimasi 6 silindrlik haqida gap ketyapti pogroshiklarimız. Tak 6 silindrliklar 1.8 10 tonnalik o'sha ikkinchi variantimiz, bu ham 28 mingga keladi. Xuddi o'shani 6 silindrlik 92 kilovat bu ham xuddi o'shanaqa, motor ham bir xil, ves faqat 8 tonna bo'ladi, kovush ham o'sha 1.8 kubalik bo'ladi. 10 tonna emas, 8 tonnalik 1.8 bo'ladi. Uni narxi juda ham arzon, uni narxi cherezchur arzon. Bunaqa narx yo'q hech joyda. 25 mingga keladi. Boshiga 20 ming bersangiz ham olib kelib beramiz. Qolganini 5 mingni kelgandan keyin gaplashaveramiz. Tak. E'tibor beringlar-da, 25 mingga 1.8 pagroshik, 6 portionli, 4 portionli emas, 6 portionli. Keyin yana arzonrog'i bor, 22 mingga, mayli 20 mingga zakazga bo'lgandan keyin 22 ming ham qilmaymiz, 20 mingga 1.7 kubalik pagroshik bor, 1.7 kubalik, u ham 92 kilovatlik shu 1.8 motoridan faqat 4 portionli. 1.7 kubalik kovushi bo'ladi. Ana shu vesi 7 tonna bo'ladi. Hozirgi bizda 1.5 kubalik 7 tonnalik pagroshigimiz bor, o'shanday bo'ladi. Vesi bir xil bo'ladi, faqat kovush 1.7 bo'ladi. O'shaning narxi 20 ming qilamiz. 20 mingga o'zlaringiz bilasizlar, boshqa joylarda 6 tonnalik pagroshikni ham bermayapti 20 mingga. Uni mana shu sotiladigan saytlar, OLX yana boshqa saytlardan ko'rib solishtirib olsangiz bo'ladi. Yana bitta ma'lumot, o'sha sizga qimmat sotilayotgan 6 tonnalik pagroshiklar har xil joyda sotiladi. Narxini aytmayman, o'zlaringiz nima surishtirib olaveringlar, necha puldan sotyapti. Bizda e'tibor beringlar, 19 mingga beramiz. 19 ming. Hech qayerda bunaqa narx yo'q. Bizdan 2 ming, 3 ming qimmatiga sotadi boshqa joylarda. Solishtiringlar. Mana telefon qilinglar, hamma joyda solishtiringlar. Tan narxi 19 ming. Kovush 1.5, ves 6 tonna, o'sha 103 ot kuchi. Ichida konditsioner, joystick, richag emas, joystick, konditsioner, zadniy kamera, shu hamma narsasi bor. Tak. Uni prosta yili 24 oxirida kelganda 19 ming degan, lekin yangi yurmagan Salafa. Tak, yana qanaqa 1 kubalik pagroshiklarimiz ham bor, 11 ming dollardan narxi. Tak. U ham havolarga ortadi, 3,5 metrlik strela, 1 tonna 200 yuk oladi, 75 ot kuchi. Sizlarga maslahat, texnika olayotganda shoshmanglar. Hamma joyda ne только bizda videomizda, boshqa joylarda ham taqqoslanglar, чтобы hamma joyda ko'rganda xulosa qilish oson bo'ladi. Avval olib turib texnikani, keyin tekshirganda qimmat olganingizni bilib qolsangiz, unda уже boshqacha bo'ladi o'zingizga. Men nima demoqchiman? Mana shu ekonom qilib qolgan pulingiz ham ancha katta summada. Uni ishlab topganingizda ham misol kichkina vaqt ketmaydi-da. Mana oddiy narsaga hozir pagroshikni o'ziga 5 ming dollar raznica aytyapman. Ekskavatorlarga 10 ming, 20 ming, bir xil ekskavatorlarga 30 ming dollar raznica aytyapman. Xuddi o'sha kачество keladi. Cummins motorni o'zlaringiz ham bilasizlar qanaqaligini. Keyin mana 150 talik kim ekskavator sotib olgan, videoda kimdir olgan bo'lsa kommentariyaga yozsin. Gidromolot, adapter, transheyni kovush qo'shib berganmi sizlarga? Hech kim bermagan. Bizda beriladi. Mana shu narxning ichida. Shu 1-2 so'm yetmay qolsa ham foizsiz kelishib ketamiz. Foizsiz. Liboy texnika oladigan bo'lsangiz ham farqi yo'q. 1-2 so'm yetmayapti desangiz, shuncha pulim bor desangiz, foiz qo'ymaymiz. Bu yog'ini bo'lib berishga hal qilib beramiz. Kelinglar, telefon qilinglar. Mana shu Aziz ekskavator kanali O'zbekiston bo'yicha spes texnika sotadigan kanal, eng arzon kanal. Hamma joyga solishtiringlar. Biz uverenna gapirayotganimiz, bizda narxlar real mana shunaqa arzon. Qo'shimcha oshiqcha pul to'lamanglar. O'sha kачество, o'sha nima parametrlari, o'sha texnikaga 1,5 barobar pul to'laveryapti bir xillar. O'sha uchun e'tiborli bo'linglar. Mana yaponskiy nima uchun qimmat desangiz, yaponskiy yo koreyskiy desa,
srazi uni tasdiqlaydigan hujjatlari bo'ladi. Sayt birinchi o'chirda veb saytini so'ranglar. Saytda qaysi zavoddan chiqqan, u zavod qaysi davlatda, hammasi yoziladi saytda. O'shani so'ranglar, telegramlaringizga tashlab bersin, polni kuzatib ko'rib chiqinglar. Qani o'sha siz qidirgan texnika, sizga yaponskiy yo koreyskiy degan texnika aslida qaysi zavodda chiqadi? Yaponskiymi? Bo'pti, yaponskiy saytini tashlab bering, biz ko'raylik qayerdan chiqishini, videolarini polni tanishib chiqaylik denglar. Har bir so'z amalda isboti bilan bo'lishi kerak. O'sha hammaga omad, ishlariga rivoj, kanalimizni muntazam kuzatib boring. Like, podpiska bosing. Kanal maksimal tarqalsin. Biz 100 mingtadan oshishimiz kerak podpisчиклар. Podpiska bosinglar. Просто tak ko'rmanglar. Просто tak ko'rmanglar deganim bu ne только menga, sizlarga ham manfaatli bo'lishi kerak. Sizlardan boshqa odamlarga ham manfaatli bo'lishi kerak. Просто tak biz video chiqarmaymiz. Chiqargan videomiz kimnidir katta pul ekonom qilib qolishiga, kimnidir o'zini haqiqiy qiymatida texnika olishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun pul bormi qo'llaringizda, shoshib qimmat olib qo'ymanglar texnikani. Xuddi o'sha texnikani arzonga ham olish mumkin. Shu charchamanglar, sog' bo'linglar.